Salom do'stlar, chumolilar dunyodagi eng qadimiy hasharotlardan hisoblanadi. Chumolilar yer yuzida paydo bo'lganiga 100 million yildan oshgan. Hozirgi siz ko'rib turgan chumolilar 100 million yil avval yashagan chumolilardan deyarli farq qilmaydi. Chumolilar juda ham xo'rak hasharot hisoblanadi. Ular yerdagi barcha narsalar bilan oziqlanadi. Kuchi yetgan har qanday o'ljaga hujum qilishi mumkin. Mehnat qilib yemish topadi. O'lik jonivorlardan ham tortinmay qorin to'ydirishi mumkin. Dunyoda qancha qushlarning turi bo'lsa, chumolilarning ham turi ko'p. Dunyoda 9000 xil qushlarning turi mavjud. Chumolilarning esa 8800 xil turi bor. Mehnatkash chumolilar hamma vaqt foydali biror bir ish bilan mashg'ul bo'lishadi. Ular juda kam uxlashadi. Bir sutkada 5 soat uxlashadi xolos. Qizig'i shundaki, chumolilar bir sutkada birdaniga 5 soat uxlashmaydi. Ular oz-ozdan 1 minutdan uxlashadi. Bir sutkada chumolilar oz-ozdan 250 marta uxlab uyg'onishlari mumkin. 1 minut uxlab yana ishga shoshiladi. Shuning uchun chumolilarning inida beto'xtov harakat to'xtamaydi. Ular doim har qanday kutilmagan ishlarga tayyor turishadi. Chumolilar o'zining og'irligidan 100 baravar og'ir bo'lgan yukni ko'tara oladi. Afrika va Amerikada shunday chumolilar borki, ularni jangari chumolilar deb atashadi. Bu chumolilar yo'lida uchragan jonzotga hujum qilishi mumkin. Bunday chumolilardan hatto sherlar ham qochar ekan. Chumolilarning ham o'ziga yarasha qattiq qonunlari mavjud. Masalan, birorta chumoli bir necha marta iniga o'ljasiz qaytsa, yemish olib kelmasa, unday chumolini o'limga hukm qilishadi. Natijada dangasa chumoli o'zi yemishga aylanadi. Agar birorta chumoli yarador yoki kasal bo'lib mehnat qila olmay qolsa, unday chumolilarni to tuzalguncha boqishar ekan. Chumolilarni ham 100% mehnatkash deb bo'lmaydi. Ularni orasida ham dangasalari topilar ekan. Kuzatuvchilarning fikricha 80% chumolilar mehnatkash bo'lar ekan. Bu chumolilar ko'chadan yemish tashish va har xil uy ishlari, tozalik bilan shug'ullanishar ekan. Qolgan 20% chumolilar dangasa chumolilarni tashkil qiladi. Kuzatuvchi olimlar 80% mehnatkash chumolilarni inidan chiqarib olib tashlaganda ham qolgan 20% dangasa chumolilar dangasaligicha qolishgan ekan. Buning sababi o'sha 20% chumolilar yoshi katta, kuchdan qolgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa shunchaki dangasalikka odatlangan yalqov chumolilar xolos.